Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'lyapti? Kech qurganda, og'alar. Assalomu alaykum, Bag'dod obunachilari. Xudo xolasa mana ishganish zavodimizda ish jarayonlari ketyapti. Kech bo'lishiga qaramasdan ishlarimizni mana sifatdan yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Plasnoy o'tishyapti. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Aniqga chiqaramiz. Bu tarafda esa mana tashqaridagi holatlar. Razmerlari 25-12-6 razmerda vodiyning standart g'ishi sho'rlamasligi o'ta yuqori bo'lgan Bag'dod g'ish. Aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa mana 12 mingtalik mashinamizda Farg'ona shahriga olib chiqib ketishyapti. Hozirgi kunda 12 mingtalik, 10 mingtalik, 14 mingtalik mashinalarimiz bor. Narxlari kelishilgan holatda yetkazib beraveramiz. Ishlarimiz narxlari zavoddan narxi 750 so'm. Nomerlar pastda qoldiramiz. 24 soat aloqadamiz.